Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasida jamoat tartibini saqlash, huquqbuzarlik va jinoyatlarning barvaqt oldini olish, xizmat intizomi hamda qonunchilikka rioya etish masalalariga bag'ishlangan tanqidiy ruhdagi videoselektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda viloyat Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Baxtiyor Inoqov, boshqarma boshlig'i o'rinbosarlari, sohaviy xizmat rahbarlari, shahar tuman ichki ishlar bo'limi boshliqlari va ularning o'rinbosarlari hamda sohaviy xizmat mas'ullari ishtirok etdi. Unda har bir xodim tomonidan kunlik amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalarni sifatli va o'z vaqtida bajarish, aholi osoyishtaligini ta'minlash, huquqbuzarlik va jinoyatlarning barvaqt oldini olish borasidagi ishlar atroflicha tahlil qilindi. Ayniqsa, oldi olinishi mumkin bo'lgan huquqbuzarlik va jinoyatlarning kelib chiqish sabab hamda omillarni barvaqt aniqlash, ularni bartaraf etish bo'yicha ayrim hudud va sohaviy xizmatlarda amalga oshirilayotgan ishlar yetarli darajada emasligi tanqidiy baholandi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi bayramini yurtimizda, xususan Surxondaryo viloyatida tinch, osoyishta va yuqori saviyada o'tkazishini ta'minlash, ommaviy tadbirlar davomida jamoat tartibini saqlash hamda aholi kayfiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan har qanday holatlarning oldini olish bo'yicha zarur choralarni ko'rish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Mas'ullarga bayram kunlari jamoat xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish, fuqarolar murojaatlariga tezkor munosabat bildirish, xizmat intizomi va qonunchilik talablariga qat'iy rioya etish yuzasidan aniq vazifalar belgilab berildi. Yig'ilish yakunida har bir rahbar va xodimdan o'z xizmat vazifasiga mas'uliyat bilan yondashish, profilaktik tadbirlarni kuchaytirish va fuqarolar osoyishtaligini ta'minlashda shaxsiy mas'uliyatni yanada oshirish talab etildi. Talab bitta: mustaqilligimizning 35 yillik bayrami xalqimiz uchun tinchlik, osoyishtalik va ko'tarinki kayfiyat muhitida o'tishi uchun barcha zarur choralarni o'z vaqtida va sifatli amalga oshirilishi shart.